Assalomu alaykum. Agar bugungi kunning eng sara yangiliklaridan qisqa va aniq bilishni istasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Bugun dunyo siyosati maydonida muhim voqea yuz berdi. Yaponiyada navbatdan tashqari saylovlar o'tkazildi. Sanae Takaichi katta ustunlik bilan Yaponiyada g'alaba qozondi. Bu holat Osiyo siyosatidagi eng ajoyib holat bo'ldi. Shu bilan birga 2026-yil qishki olimpiadasi doirasidagi musobaqalar davom etmoqda. Ayrim sportchilar jarohat olgani aytilmoqda, ayrimlar esa rekord natijalarni qayd etishmoqda, aytgani xabarlanadi. O'zbekiston yangiliklari. O'zbekistonda jamiyatga hayotga oid bir qator jiddiy xabarlar, xususan ayrim joylarda, hududlarda qonunbuzarlik holatlari kuzatilmoqda. Qonunbuzarliklarni holatlari fosh etilib, shuningdek odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlar oldi olingani ma'lum qilindi. Do'stlarim, akalarim, ukalarim, mutaxassislar O'zbekistonda qor miqdorining ortishi bahorda toshqin va xavflarni oshirishi mumkinligi haqida ogohlantirishmoqda. Fuqarolardan ehtiyot choralariga amal qilish so'ralmoqda. Dunyo o'zgaryapti. Yangiliklar esa bizga faqat axborot emas, xulosa chiqarish imkoniyatini ham beradi. Siz bu yangiliklar haqida nima deb o'ylaysiz? Agar videoni foydali deb hisoblasangiz, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Ertaga yana yangi muhim xabarlar bilan ko'rishamiz. Omon bo'ling, aziz qadrdon.